Palbordan lobbi tashlab o'ynayman birinchi qism. Bugungi mehmonimiz men aka onalarning missiyasi bor ekan. Bu brat chet ellik bo'lgani uchun bizda ping otdi. Atak bizga farqi yo'q. Missiya bor bo'lgandan keyin menga 3 ta berib qo'yish kerak desam, bu brat nima qilyapti? Ay boshim. Bosh tasring aka. Beqach hozir yaponcha qiyni koreyscha gapirtiraman desam, bu brat bagni ish beradi deb o'ylaydi, lekin ish bermaydi menga. Chiqing aka, o'ndanmi, chapdanmi? Aka, siz missiyani uzun marketda olmaganmisiz? Aka, bunaqa xerlarni ko'rib miyasi perezagrusiga berardi. Atak bizga yana farqi yo'q. Aka, bugun o'ldirasizmi yo'qmi, odam berib ketdi. Men hazillashib aytdim, o'ldirasa o'ldiraversammi, tovar? Bu yoqqa endi qonungachaman endi. Ay boshim ey. Aka, M4'da chichib qo'ygandan keyin M20 olib chiqdi. Endi tushlaringga kirib chiqmasam bo'ldi, seni qo'rqitib qo'ydim-ku. Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.